o'ylayman. Bular komanda bo'lib, jamoa bo'lib, mahalla bilan harakat qilishadimi deyman. Unda o'tirishadi kech payt choyxonada yoki qayerdadir. Davay deydi, qaysidir gapni deydi trendga chiqaramiz deydi. Lekin bunaqalardan qo'rqish ham kerak-da, qaranglar-da. Bular kelishib turib bitta odamni tapit qilamiz desa, bitta hamta videosini tanlashadi, shu gapirgan gapini, jonli efirda men ko'pincha gapirib qo'yaman, emotsiyalarga berilib. O'sha joyini kesib olib turib kelishadi 10-15 ta odam. Trollar armiyasi. Bularga menimcha bir organizatsiyalar oylik bersa ham bo'ladi-da. Bitta odamni ana Amerikada prezidentida shunaqa PR-ni komanda bo'ladi. Ya'ni yo u odamni dahshat qilib yuborishadi. Gap so'zlarga, novostilarga, kommentariyalarga olib chiqib, yoki uni yer bilan yakson qilishadi. Shu trollar armiyasi menimcha mana shunaqa o'tirishadi, nimani internetga olib chiqamiz, bir qadar beda press sotishimiz kerak deydi. Keyin ular beda press olib chiqishadi. Keyin mol qochiramiz deb chiqishadi. Xuddi shunga o'xshab ag'za estetni yo'q qilamiz, yakson qilamiz bu pidarazni. Desa bular kelishib qolsa, bulardan qo'rqish kerak. 15 kishi, 20 kishi har bittasi 4 tadan profil ochsa ham, 4 tadan profilidan 100 tadan mashhur publiklarga yoki Instagramda video aylanayotgan joyiga o'sha odam haqida narsa yozaversa, unisi like bosmasa, bunisi bosadi, bunisi bosmasa bu komment